Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Obunachilar, sizlar bilan men o'sha Zuko. Bugun men hozir videoda yo'qol nas kishidan bo'lgan. Xullas, qishloqlar uy bitdi-ya. Zo'rmi? Ha, zo'r. Ha, fantomlar kelyapti-da. Yo'qol hammang. Men bilan miyangga tiqib qo'raman. Endi joylashamizmi? Davay, hozir birinchi bo'lib kim ochgani yaxshi eshikni? Sen och, Zuko, sen. Mayli. Men ochaman va hammasi boshlanadi. Bittasi ochildi. Ikkinchisi ham ochildi. Endi ketdikmi? Va qishloqlar. Hamma birdaniga aytaman. Hammaga tegishli. Hamma joylashsin. Hamma bir zumda tenglarga joylashib oldimi? Men kimdirlar buvasini ham ko'rganman. Buvam keladi, hozir keladi deyatdi. Endi eshik yopamiz. Men ham uy topishim kerak. Mana uy bormi menga? Sen bormisan? Ha, bo'pti, men boshqa joylarda ham qarab ko'ray. Donda ko'pchilik uyimiz bor. Hech kim yashamaydi shekilli. Salom. Salom Zuko. Bolam bilan yashayapsanmi? Ha. Bo'pti. Salom. Salom Zuko, nima kelding? Buva bilan yotadi. Mayli. Mana video boshida aytgan odam buvam bilan yotavdim deyapti. Salom. Yaxshisan? Oshnang bilamsan? Ha, oshnang bilaman. Bo'pti, mayli. Hozircha bizga uy chiqmayapti. Uni eshik nima deb o'ylayotganlar uchun bu podval. Bittagina o'ylashing. Bu narsalar saqlash uchun. Salom. Qalayapsan? Senga bilan gaplashib turdim. Shu gapingni menga qarab gapira olmaysanmi? Ha. Bo'pti. Shakirsiz, so'zik. Salom. Chiq bitta Zuko, chiq. Mayli. Hozircha bizga uy qolmayapti. Yana uch uy bor. Salom. Salom Zuko. Kim bu? Bu meni tug'im bo'ladi. Juda yosh ekan-a? Ha, albatta. Bo'pti. Sekin bo'pti deb chiqib ketyapmiz. Hozircha bizga bitta uy qolmadi. Salom. Salom. Sen ham joylashib oldingmi? Ha, albatta. Mayli. Yopil. Eshigi g'ijillaydigan yopilmayapti. Ha, mayli. Salom. Chiq bitta Zuko. Men kiyinib o'dir. Uy qolmadi-yu. Endi menga yo'q. Zuko, senga bir variant aytaymi? Ha, aytqani. Podval bor-ku. O'sha hech kim yashamaydi. Biz uyatgan narsalarimizni tashlaymiz. O'sha yerda yashasak bo'ladi. To'g'ri aytasan lekin. Jihozlarni qanday olaman? Jihozlar ham o'sha yerda bor. Bo'ldi. Endi pastga tushamiz. Podval. Mayli, mana shu yerda yashab qolaman. Qo'shnilar bilan gaplashib chiqamiz. Endi ketdik.
Obunayga bo'ladi. Endi qolganini yo'lga qo'yib chiqamiz. Xo'sh. Endi. Qolgan to'rttani o'shaga qo'yib qo'yamiz. Qishloqi salom sizlarga. Salom Zuko, yana bir marta. Senga bir ikkita beradigan narsalarim bor. Nimalar? Hozir. Qayerda kerakmi? Albatta kerak. Oyog'iga qo'yasan. Yotadigan divarim oldiga qo'yib qo'yaman. Mana. Kerak bo'lsa, keyin mana yana bitta kerak bo'lsa. Yo'q, Zuko, faqat buni ol, Zuko. Hazillashyapman do'stingni oldida endi. Xo'sh, endi mayli, buvasi bilan yashaganlar bormi? Buvasi kelganlar yo'q. Bitta ota bola bor. Ha, akkajon. Hello, hammaga salom. Kichkintoy qalaysan? Qandaysan o'zing? Yaxshi, rahmat. O'zingni bolaymi? Albatta. Sen qaysi uyda yashasding? Qishloqda. Men seni tanidagi uyda yashayman. Ya'ni mana uyda demoqchimisan? Ha? Albatta. Mana uyda yashayman. Senga qarab aytyapman men ham. To'g'rimi? Qalaysan? Yaxshi. Dadam bilan anchadan beri tanishmisizlar? Men shu yerga ko'chib kelganimdan beri dadang bilan tanishman. Bataloq. Hello baby, hello. Inglizchani bilasizmi? Oz-moz bilaman. Bo'pti, xayr. Xullas, endi obunachilar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bunday videolar ko'proq chiqishi uchun kommentariyaga video haqida ma'lumot yozib ketinglar. Qanday videolar chiqishini xohlaysizlar? Keyin Zuko Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'linglar. Bu YouTube kanali tagida silka qo'yib qo'yganman. O'sha orqali o'tasizlar. Hozircha hech kim obuna bo'lmagan. Menimcha 5 tacha obunachi bor. Obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, men juda ham quvongan bo'lar edim. O'ylamishkalari ham bor ekan. Xullas, like bosib obuna bo'lib, Telegram kanaliga ham o'tib, hozir YouTube kanaliga ham o'tib obuna bo'linglar. Va mayli. Bilamasiz, hozir mani kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq mingta bo'lish. Siz mani maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq mingta bo'lishim. Zuko Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'linglar.